Hozir uy-joylar yangi ro'yxatga kiritilmagan degan savol bo'ldi. To'g'ri, bu bir qarashda endi uy-joylar ekspertizadan o'tmaydimi degan bir tashvishli, shubhali narsani keltirib chiqarishi mumkin. Yo'q, aslida bunday emas. Uy-joy qurilishlari ko'pincha o'sha shaharsozlik hujjatlari hisoblanadi. Amaldagi tartibda shaharsozlik hujjatlari ham ekologik ekspertizadan o'tgan bo'lsa, yangi tartib hamda yangi qonunga muvofiq mazkur hujjatlar, mazkur obyektlar strategik ekologik baholash obyekti sifatida yangi mexanizmlar yaratildi. Qanday bo'ladi? Misol uchun, qaysidir tumanni yoki massivni yoki bir aholi punktini bosh rejalari. Bu shaharsozlik hujjati. Ularni rivojlantirish bo'yicha master rejalar yoki dasturlar yoki qaysidir bir hududni rivojlantirish bo'yicha o'sha maqsadli dastur va rejalar, bular ham strategik hujjat hisoblanadi. Ya'ni kompleks chora-tadbirlar nazarda tutiladi. Infratuzilma obyektlari, suv ta'minoti, gaz, elektr energiya ta'minoti, aholini joylashtirish, ularga qulay sharoit yaratish maqsadida ijtimoiy soha obyektlarini joylashtirish, sanoat, ishlab chiqarish va hokazo bir qancha yo'nalishlarni qamrab oladigan hujjatlar hisoblanadi. Bunday hujjatlar qaror qabul qilinishdan oldin albatta yangi tartibga ko'ra strategik ekologik baholashdan o'tkazilishi kerak. Strategik ekologik baholash ma'lum bir o'sha dasturni yoki strategik rejalashtirish hujjatini ko'rib chiqishda uni ekologik talablarga muvofiqligini, uni amalga oshirish darajasida, uni amalga oshirish davrida atrof muhitga bo'ladigan ehtimoliy salbiy ta'sirlarni kompleks tarzda o'rganib chiqib, yakuniy qaror qabul qilishda o'zini tavsiyalarini beradi. Misol tariqasida bir hududni bosh rejasi olinadigan bo'lsa, qayerda sanoat ishlab chiqarishni joylashtirish mumkin, qayerda uy-joy qurilishi mumkin, qayerda ijtimoiy soha obyektlari joylashtirilishi kerak, qayerdan infratuzilma obyektlari o'tishi kerak yoki qayerda qanday tartibda olib o'tish kerak degan savollarga shu strategik ekologik baholash jarayonida javob beriladi. Bunda umumiy yuklamalar, qaysiki sanoat korxonasidan umumiy chiqadigan ifloslantiruvchi moddalar yoki oqova suvlarni umumiy massasi o'sha hududdagi amaldagi yuklamasiga ta'siri ko'rib chiqiladi. Suv obyektlariga bo'ladigan ta'sirlar ko'rib chiqiladi. Yerosti suvlarining holatlari o'rganiladi. Aholi istiqomat qiladigan hududlarda o'sha chiqindilarni bartaraf etish, ularni olib kelish yoki olib chiqib ketish, utilizatsiya qilish masalalari ko'riladi. Bu kompleks darajada. Har bir obyekt kesimida emas. Xuddi shu kabi o'sha shaharsozlik hujjati bo'lgandan keyin, hammasi o'tgandan keyin har bitta uchastkada joyni aniqlab oldik. Mana bu joyda uy qursak bo'ladi, bu joyda sanoat, bu joyda mumkin emas degan bizda bir umumiy tushuncha paydo bo'ldi. Endi mana shu joyda uy qurish mumkin degan dastlabki tushunchamiz bo'lgandan keyin u joyni qaysidir tadbirkor sotib oldi auksionda, o'sha endi uy qurmoqchi. Bu jarayonda u atrof muhitga ta'sirini baholaydi. Bu qanday bo'ladi? Yangi tartibga ko'ra atrof muhitga ta'sirini baholash to'g'risidagi nizomimiz bor. Shu nizomda belgilab ketildi. Screening va scoping jarayonlari bu xalqaro amaliyotdan o'rganildi. Qator mamlakatlarning tajribasi asosida screening jarayonida shu joyda mazkur qaysidir obyekt qurilishi uchun atrof muhitga ta'sirini baholash jarayonidan o'tkazish zarurati aniqlanadi. Kerakmi, kerak emasmi? Bunda umumiy aytadigan bo'lsak, o'sha obyektni yoki sanoat korxonasi, qurilish va boshqa narsa bo'lsin, mavjud infratuzilmaga ta'siri, ishlab chiqariladigan mahsulot turi yoki qancha maydonni egallashi, qancha ta'sir ko'rsatishi, infratuzilma obyektlariga ta'siri, ya'niki energiya sarfi, suv iste'moli va hokazo bir qancha talablari tahlil qilinib, kerakligi aniqlanadi. Agarda kerak bo'ladigan bo'lsa, uni keyin qamrov darajasini belgilaymiz. Qancha darajada o'tkazish kerak, qancha darajada chuqurlashish kerak, nimalarga ta'sirlari o'rganilishi kerak, hammasi o'sha ko'rib chiqilib, keyin yakuniy atrof muhitga ta'sir to'g'risidagi bayonot loyihasi deymiz. Bizda o'sha loyiha ishlab chiqiladi, ekologik ekspertizaga taqdim etiladi. Keyingi bosqichda uni amaldagi qonunchilik talablariga muvofiqligi yoki muvofiq emasligi maxsus o'sha bizning malakali mutaxassis ekolog ekspertlarimiz tomonidan ko'rib chiqilib, tegishli xulosa beriladi. Hozir juda bir qurilishlarimiz yirik sur'atlarda davom etmoqda. Qaysidir ma'noda bu
atrof muhitga baribir ta'sir ko'rsatadi. Buni minimallashtirish bo'yicha o'sha xulosalarni ko'rib chiqqanda qator talablarimiz bor. Aynan uy-joy bo'yicha to'xtaladigan bo'lsak, hududdagi daraxtlarni kesmaslik, qurilish davrida doimiy changlatib, yomg'irlatib turish, aholiga mana bu chang bo'lmasligi uchun, bundan tashqari fon monitoring stansiyalari deymiz, atmosfera havosini o'sha hududda doimiy nazorat qiladigan stansiyalarni o'rnatish. Bundan tashqari suv iste'moli bo'yicha qator talablar belgilab beramiz. Har bitta texnikadan chiqadigan shovqinni kamaytirish, imkon darajasida sutkani ish vaqtlarida faoliyat yuritish 24 ga 7 emas, aholi uxlayotgan paytda ularni bezovta qilmaslik maqsadida ham. Bundan tashqari o'sha ekologik nazorat inspeksiyasi bor, ekopolitsiya deymiz. Bu har bitta hududda faoliyat yuritadi. Bular tomonidan doimiy shu monitoring nazorat ishlari olib boriladi. Har bitta qurilish bo'lsin, ishlab chiqarish korxonasi yoki boshqa fuqarolarni shu atrof muhit bilan bog'liq holatlari bo'lsin, nazoratga olingan, hammasi doimiy o'rganib boriladi. Qonunchilik hujjatlariga muvofiq davlat ekologik inspeksiyasining ijobiy xulosasiz faoliyat turini ro'yobga chiqarish mumkin emas, ya'ni uni amalga oshirish mumkin emas. Uy-joy qurilishi misolida aytadigan bo'lsak, ijobiy xulosasiz qurilish boshlash, uni amalga oshirish mumkin emas.